Shekorasi o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub roman hisoblanadi. Asar O'tkir Hoshimov merosining asosiy o'rinlaridan birini egallaydi. Roman ilk marotaba 1985-yilda chop etilgan. Asarda insonlar taqdiri va inson umrining murakkabligini mahorat bilan tasvirlangan. Adib birinchi navbatda tinchlikka rahna solgan urushni tilga oladi. Ayniqsa, urush voqeligining har bir ota-ona qalbini jarohatlagani, ko'ngillariga ozor yetkazgani romanning umuminsoniy pafosini tashkil etadi. Adib qalamga olgan obrazlari oddiy odamlarning fazilatlari, mardligi, matonati, vatanparvarligi va sabr-bardosh haqida so'zlaydi. Tajribali yozuvchi roman hodisalarini teran o'rgangani uchun har bir epizod o'quvchining qalbiga jiddiy ta'sir qiladi. Asarda tasvirlangan hayot manzaralari, insonlararo munosabatlar, shuningdek, yozuvchining o'ziga xos badiiy uslubi juda tabiiy hamda samimiyligi bilan ajralib turadi. 7 qism, 47 bobdan tarkib topgan roman kompozitsion qurilish jihatdan ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Undagi voqea hodisalar bayonida qatnashgan 9 ta personaj hikoyalarni adib bir-biriga ustalik bilan bog'laydi.